Bizning yonimizda ikkita mahalla bor, ya'ni bu hozir qurgan joyimiz oldin sesayt markaz bo'lgan. Hurmatli prezident, 2001-yilda qurilgan, juda yomon ahvolda, qo'lda ham patologik ham hech narsa yaramay, saloxona ekan. Mana bu yerga olib kelmaydi, o'qib mana ko'rganim gullarga qara, atrofga qara, mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz. Bu yer ichida. Bu yer qachon gullar shahri bo'ladi? Nechta mahallang? 54 ta mahalla. Nechtasi shunda? Hozir 4 ta mahallani ro'yxatga olganmiz, og'ir mahallalar. Viloyat hokimiga topshirib bugun qaror qabul qilasan. Rayoningga hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Hamma Namanganda atrofda yuradi. Bu yerdagi odamlar odam emasmi? 3000 ta ish joyi qilsak bo'ladi ana shu. Oshpazxona, to'garaklar hammasiga odamlar ishlaydi. Bemalol qaytarib olib kelsa, qancha kambag'al bor? Hozir Mahallada 93 ta kambag'alim bor. 7 lik tashkil qilib berdingiz, rahmat. O'sha bo'yicha ham 7 likda men sizlarga oylik olyapsiz-ku, olmayapsiz. Olyapman. Harakatlaring sizlarda boshqacha bo'ladi. Odamga yaqinlashasizlar. Xalq bilan davlat orasida ko'prik bo'lasizlar deb harakat qilganman. Shuning uchun mahalla 7 ligi deb mana hammani gapiryapsiz. Bu yerda qanaqa 7 lik? Qani 7 lik? Hozir mana tadbirkorliklarni rivojlantirsak, xudo xohlasa yog'izga va'da beramiz. Biz kambag'allikni xoli hududga aylanamiz. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Ota-bobomizga ham, Namanganga ham, urf-odatimizga ham, o'zligimizga ham yarashmaydi bu joylar. Bugun mana Namanganga kelib, yangi rejalarni, masalalarni Namanganda mana shu odamlarni rozi qilish, qadrlarini ko'tarish, qilgan ishlarimizni yakun qilib, yangi rejalarni qilishga kelganmiz. Mana sizlarning mahallalaring hovuz ostida juda rivojlangan bo'lib ketgan ekan. Mana mahalla raisining binosini ko'rdim, joyini ko'rdim. Shuning uchun bugundan boshlab mahalla o'zgaradi, mahallaning atrofi ham o'zgaradi, nomini ham o'zgartiryapman. Sho'r ariq bo'lmaydi, yangi Namangan mahallasi bo'ladi. Sizlar rozi bo'lasizlarmi? Katta mablag' berdim, 10 milliard so'm juda katta loyiha qilib, loyihalarni sizlar bilan maslahat qilib, sizlarga joy bo'ladi, dam olishlaringga, bolalaringga o'qishlaringga, tibbiyot ham o'zgaradi, maktab ham o'zgaradi. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Doimo baxtingizga sog' bo'ling, siz bor, yurtimiz tinch. Hammamiz yaxshi, hammamiz yaxshi. Ha ilohim. Sizlarni mana ko'rganimdan xursandman. Biz ham juda xursand. Hamma o'tib ketaylik deb sizlarni ko'rmasam. Sog' bo'ling. Yaxshi yetib qoling.